O'zbekistonda ilk bor freelance platformasi ishga tushdi. Bu platforma orqali har qanday soha mutaxassisi onlayn daromad qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Siz ham ushbu video qo'llanmani ko'rish orqali onlayn daromad ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan oldin siz freelancer so'zi o'zi nima ma'no anglatishini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Freelancer bu kasb. Ya'ni siz uydan, ofisdan yoki har qanday joydan o'tirgan holatda onlayn ishlash imkoniyatiga ega bo'ladigan bu kasb. Muhimi, mijozingizga onlayn holatda ishni amalga oshirib beradigan bo'lsangiz bas. Ushbu videoda ham Soft platformasi, ya'ni freelance platformasida qanday qilib daromad ko'rish mumkin bo'lishini tushuntirib beraman. Undan oldin o'zimni tanishtirmoqchiman. Ismim Zufarbek Abdurahmonov. Aynan shu loyiha asoschisi bo'laman. Bu platformada siz ikki yo'l bilan daromad ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi, siz tayyorlagan o'zingizni elektron mahsulotlaringizni yuklab sotishingiz mumkin bo'lsa, ikkinchisi haqiqiy mijozlarni topib, ular bilan buyurtma asosida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun sizga notebook yoki telefon bo'lishini o'zi yetarli. Endi bu sohangizga bog'liq. Demak, kompyuterda bo'ladigan bo'lsangiz, brauzeringizga soft.uz deb yozasiz. Ochilgan veb-saytni yuqori o'ng burchagida sotuvchi yoki freelancer bo'lish degan tugma bor. Shu tugmani bosganingizdan keyin aynan sizga mos bo'lgan veb-saytni ochib beradi. Bu yerda o'zingiz batafsil tanishib chiqasiz. Platforma imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berilgan. Mana shu yerda siz freelancer bo'lish deb turib ro'yxatdan o'tib olasiz. Men oldin ro'yxatdan o'tganligim sababli qayta ro'yxatdan o'tmasam, kirish tugmani bosaman va o'zimni login va parolimni terib kirish tugmasini bosaman va u meni asosiy ishlaydigan boshqaruv panelimga otib yuboradi. Bu yerda men aytgan ikki yo'lning birinchi yo'li, ya'ni raqamli mahsulotlar, o'zingizni elektron hujjatlaringizni, elektron ishlaringizni sotish mumkin bo'lgan qismni ochib beradi birinchi o'rinda, lekin siz yuqori o'ng burchakda Soft Freelancer degan tugmachani bosasiz. Bu tugmachani bosish orqali siz rejimni freelancer rejimiga o'tkazib olasiz. Bu degani buyurtmalar bilan ishlash imkoniyatiga endi mavjud sizda. Faqat e'tiborli bo'ling, bu tugmani bosganda siz o'zingizni yo'nalishingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Kimsiz siz? SMMchimi, targetologmi, dizayner, dasturchi yoki ilmiy ishlar bilan ishlaydigan mutaxassismisiz yoki boshqa? Bu yerda sohalar juda ko'p. O'zingizga mosini tanlab olasiz va sizga quyidagi boshqaruv paneli ochiladi. Men oldin ro'yxatdan o'tganligim sababli sirasi ochib berdi. Demak, sohalardan birini tanlaganingizdan keyin sizga quyidagi boshqaruv panelini ochib beradi. Siz buyurtmalar bilan ishlashni boshlashingiz uchun eng muhim qiladigan ishingiz birinchi o'rinda o'z xizmatlaringizni, portfoliolaringizni va profilingizni yuklab to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Keling, xizmatdan boshlaymiz. Mening xizmatlarim bo'limiga o'tasiz va bu yerda sizda bo'sh joy paydo bo'ladi va yangi xizmat yaratishingiz kerak bo'ladi. Xizmat yaratishni bosib turib, sekin hamma ma'lumotlarni to'ldirishga boshlaysiz. Demak, xizmat to'ldirishda bu yerda bir nechta maydonlar berilgan. Shoshilmasdan batafsil o'z xizmatlaringiz haqida ta'rifini, nomini, yo'nalishi, tavsifi, narxi va ko'p beriladigan savollarigacha to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan yuklash tugmasini bosganingizdan so'ng sizda quyidagicha ko'rinishda xizmatingiz paydo bo'ladi. Bizning moderatorlarimiz sizni yuklagan xizmatingizni ko'rib chiqadi, hammasi joyida bo'lsa, demak, muvaffaqiyatli biz platformaga bu narsani chiqaramiz va buyurtma olishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin e'tibor bering, xizmat yuklashni o'zi yetarli bo'lmaydi. Undan keyin siz portfoliolaringizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik portfolio nima ekanligini tushunmasligi mumkin. Portfolio bu siz qilgan ishlaringiz, oldin qilgan ishlaringiz bo'yicha namunalar. Ya'ni bu namunalarni siz yuklaydigan bo'lsangiz, sizga buyurtmachi yanada ishonchini oshirishga yordam beradi. Misol uchun men dasturchi sifatida oldin qilgan veb-saytlarimda rasmlarini, kimga qilganman, qanaqa holatda berganman va boshqa va hokazo holatlarda hammasini yuklab qo'yganman. Mana misol uchun siz yangi demak portfolio yuklamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu plus tugmachani bosasiz, nomini, tavsifini, yo'nalishini va uni ko'rinishini kiritishingizni o'zi yetarli. Bo'ldi. Shunga o'xshash bir nechta portfoliolaringizni kiritib qo'ying. Demak, xizmat bor, portfolio yukladingiz. Endi eng muhim qismi esa bu profilingizni ko'rinishi. Ya'ni siz profil qismiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda siz o'zingizni barcha ma'lumotlaringizni to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ularga nimalar kiradi? Quyidagi ruchkacha tugmachani bosib, rasmingizni, ismingizni, familiyangizni va batafsilroq nima sohada faoliyat yurishingizni aytib o'ting. Keyin qaysi manzilda faoliyat yuritasiz? Bu endi ko'proq xaridor bilishi mumkin. Qani bu freelancer o'zi qayerlik degan ma'noda savolga javob olish uchun. Va bu yerda o'z mutaxassisligingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Kimsiz siz? Dasturchimi yoki konsultantmi, yuridik maslahatchimi, boshqa hokazo. Bu yerda demak o'z sohalaringizni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Batafsil hamma ma'lumotni to'ldirishingiz ko'proq buyurtma olishingizga sababchi bo'ladi. Demak, 3 ta eng muhim metrikalar. Xizmatlaringizni to'ldirasiz,
o'z qilgan ishlaringiz, portfoliolaringizni yuklaysiz va eng muhimi profilingizda hamma ma'lumot bo'lishi kerak. Rasmingiz, ismi, familiyangiz, nima bo'yicha xizmat ko'rsatasiz va sohangiz shu bo'yicha. Demak, sizni ochgan, ya'ni sizning profilingizni ochgan xaridor hamma ma'lumotni ko'ra oladi shu ko'rinishda. Yuqoridagi qadamlarni hammasini bajarganingizdan so'ng siz buyurtma olishni boshlaysiz. Buyurtmalarni muvaffaqiyatli yakunlaganingizdan so'ng pulingiz balansingizda yig'ilib boradi. Bu pulni xohlagan vaqtingiz o'zingizning kartingizga tashlab olishingiz mumkin bo'ladi. U uchun siz qiladigan ish yagona profil qismiga o'tib o'z kartingizni biriktirib qo'yasiz va ariza va takliflar bo'limiga o'tib o'sha kartingizni tanlab turib summani belgilaysiz va yechib olishni bosadigan bo'lsangiz avtomatik o'sha kartingizga pulingiz tushadi. Demak, yuqoridagi qadamlarni barchasini bajarib chiqqaningizdan so'ng sizning profilingiz freelance xizmatlari uchun 100% holatda tayyor bo'ladi. Demak, onlayn daromad qilishni boshlash uchun yuqorida aytgan barcha qadamlarni bajarishni hoziroq boshlang. Salomat bo'ling.